Boshlash, to'xtang aka, videoni o'tkazib yubormang, oxirigacha ko'rmaysizmi? Siz uchun shunaqa shaharning markazi zo'r uy topib qo'ydik-ku, do'stim. Biz Yakkasaroy Nukus ko'chasidamiz, JK Nukus Avenue. Qani boshladik. Xonadonimiz 90 kvadratli. Ko'rib turibsiz, to'liq yangi remontdan chiqqan, go'zalligini qarang. Biz televizor bilan kuxnyani birlashtirgan studiya variantini ko'rib turibmiz. Hamma kerakli bo'lgan texnika bo'ladimi, mebel bo'ladi, hammasi joylashtirilgan. Kelib yashab bersiz bo'ldi. Mayda chuydigacha bor. Orqa tomonda pardani ketayotgancha balkoni ham bor. Qani ketdik. Kiruvchi qismi, mana bu yo'lagimiz, keyin katta shkaf, mana ko'rib turibsiz, prachni xonasigacha bor ekan. Qarang-a. Patologlari baland. Hojatxona bilan vanna birlashtirilgan. Oq rang, chiroyli rang tanlash gapni keyin ko'rsatadi. Bu yer esa детский xonamiz. Ko'rishingiz mumkin, yosh bolalar uchun tayyorlangan spalni. Bu ham gap yo'q. Ana endi ota-onalar uchun, ya'ni uy egasi uchun tayyorlangan xonamiz, ko'rib turibsiz, keng, shinam, hamma narsa kerak narsalar o'rnatilgan. Jihozlarda muammo yo'q. O'sha kelib yashab bersiz bo'ldi. Bu fayzli xonadonimiz, takrorlaymiz, Yakkasaroy tumanida, Nukus ko'chasi, Nukus Avenue JK, 7-qavat, 90 kvadrat metr. Narxiga keladigan bo'lsa 159 ming so'ralyapti. Bizga qo'ng'iroq qiling, o'zimiz xudo xolasa sizga sababchi bo'lamiz narxini tushirishda. Hammamizga Alloh mana shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin, oilamiz bilan baxtli, mazza qilib yashaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.